Ha, xotin. Voh, nima qilib chaqirding? Tinchlikmi? Oybek aka, oyimga sovchi kelibdi. Qutulamiz ekanda. Ha, endi likkillab musor to'kaman deb chiqib o'rgandan keyin, likkillab non olib kelaman deb chiqaversa, ha likkillab magazin yurgandan keyin keladi-da. O'zlari qani? Oshxonadalar. Bog'imda nastarim bor, gulaydi har ilk bahor. Kiring, gaplashing, yo'di boring. Oyi. Xalaskorim. Xush kelibsiz. Ha, kattalar kelmabdi-da. Endi bizning uyda eng kattasi menman. Kelgandim. Xush kelibsiz. Endi qiz bor uyga shoham, gado ham kelaveradi. Bilasiz, u qizi bor uyga, qarisi bor uyni parisi bor deydi-yu. O'z haqingizda gapiringchi, kuyov bola. Endi ochig'i men umuman chakmayman, ichmayman, yomon yo'lga yurmayman. Birinchi qaynotangizga gapirgan gaplaringizni menga gapirmang. 20 yoshli bolaga o'xshab. To'g'ri aytyapman. Mening bronkitim bor. Ozgina jigarimni yog' bosgan, serozam bor ozgina. Saqarimni o'ynab turadi. Qon bosimim ham ozgina ko'tarilib pastga tushib turadi. Qaynonamga uylanib olib, tomosha qilib o'tirasizmi deyman-a, kuyov bola? Yo'q. Hamroqda. Hamasiz. Endi tengi chiqsa tekin ber deyshadi. Shu. Qaynonamni boshimga yostiq qilamidim. O'zi qancha pensiya olasiz? Mening pensiyam 2 million 200 so'm. Qaynonamni boqardim, unga qo'shib endi sizni ham boqaman. Pensiyangiz doringizga ham yetmas ekan-u. Ozgina biznes qilib qo'yganman. Shahar chekkasida 200 gektar bog'im bor. Shaharda ham bir 8 tami, 10 tami xususiy klinikalar ochib qo'yganman. 10 ta avtosalonim bor ekan. Qalin puliga Iskandar Business'dan mezbon loyihadan 3 xonali to'langan kvartira. Qalin puligami? Dadajon, choy quymatdan-u, ha? Qaynotajonni qo'ying. Bugundan boshlab dadam bo'lib qoldingiz. Yashang. O'g'lim, faqat ijobiy hal qiling, ha? Xolasiz bugun olib ketasiz. Voy, Assalomu alaykum oyijon. va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi, kuyov? Endi bu umr savdosi ekan. Qaynonasi bor uyga itdan bitam kelar ekan. Kuyov bolaga nima deylik? O'zinglar bilasizlar. O'lib turgan ekan oyijoningiz ana.